O'zbekistonda yangilik, endi eski tomlarda vaqt o'tdi. Nimasi yangilik desanglar, do'stlar, 25 metr ustunsiz qilib beramiz deyapti. Eng qizig'i buni shunday, ya'ni ustani chaqirib turib, addenni shurup olib ber, miq olib ber, suvarka apparat olib kel, suvarka olib kel, unaqa narsalar bo'ladi. Hech qanaqangi boshingizni og'ritmas, bitta pulini berasiz, chiroyli qilib berishadi. Shu joyimiz общий 1000 kvadrat bo'ladi. Endi to'liq ma'lumotni Iqbol akani olamiz. Assalomu alaykum. Iqbol aka, yaxshimisiz? Sizsiz? Charchamang. Rahmat Allohga shukr. Iqbol aka, qarang aka, hozir konteyner profildan tom yasashsa, o'sha hamma bilib bo'ldi. Bilyapti, masakasini bilib bo'ldi. Xo'p, aka, sizlarni boshqalardan ustun tomonlari nimada? Necha yillik tajribaga egasiniz? Xudo xolisa, bu ishni mana 20 yildan beri qilyapmiz, Alloh nasib qilsa. Biz akalarimizdan o'rganganmiz. Uyda masalan biz 5 ta aka ukamiz, hammamiz shu ishlar bilan shug'ullanamiz. Bizni o'pshi, bizni qishloq, Asagan Qortepa qishlog'i shu temir mahsulotlari bilan shug'ullanadi. Mana katta-katta zdana tomlarini, mayda oddiy uy tomlari bo'lsa ham, nimalar anaqa sun'iy stadion, parnik, shunga temirdan nimaga yasasa shuni qilamiz, xudo xolisa, qilib kelyapmiz. Buni boshqa haligi nimalar, buni eng afzalligi biz uy egasiga borsak, yog'och olib kelaman, temir olib kelaman, miq olib kelaman deb, suvarka apparat topaman deb bosh ortmaydi. Hamma xizmat o'zimiz ichimizda. Masalan, elektrod, bagatosh, material, hamma narsani o'zimiz qilamiz. Chiroqli uy egasini ma'qul topgan holatda bitirib berib turib, keyin bizga pul sanaveradi uni. Pul sanaveradi. Demak, aka qarang. Hamma yo'q ichida deyapmiz. Hozir batimiz, xo'p, 70 ga 13 dedingiz, ya'ni narigi xona bilan qo'shsa, общий 1000 kvadrat. 1000 kvadrat joy bo'lyapti. Bu pastroq ekan, tevaroq qilyapsizlar. Misol uchun, men zdaniya ham, ya'ni kattaroq zdaniya, tevaroq joy bo'ladi desa. Akran paranlar ham o'zlaringizmi yo kelishilgan holatda bo'ladi? Ular kelishilgan holatda bo'ladi. Masalan, 5-chi, 6-chi etaj, 2-chi, 3-chi etajga tomini olib ber deydigan bo'lsa, ularni aslida kiran xizmatlarini kelishilgan holatda bo'ladi. Endi o'zimizda kiran nimalar yo'qligi uchun, o'sha joyda qayerda qiladigan bo'lsa, Samarqanddami, Qo'qondami, Toshkentdan qiladigan bo'lsa, o'sha yerdan kiran topamizda, uni pulini kelishgan holatda qilamiz uni. Kelishgan holatda qilamiz uni. Xo'p, aka qarang, bularni aytdik. Xo'p, 1 kvadrat deganda o'zi qanaqa tushuniladi bu batga? Ya'ni 1 kvadrat deganda tevasi boshqa, pasti, mana teva tomoni gapingizni bo'ldim, Iqbolaki, orqa tomoni baland kelyapti. 3000 ketyapti. 1 kvadrat qanaqa hisob kitob qilinadi? 1 kvadrat deganda mana oddiy misol, mana shu 70 ga 13 joymi? Mana eni 13. Uzunasi 70. Bo'ldi, shuni kvadrati olinadi. Yerdan hisob. Shu, binoni kvadrati olinadi. Tomni kvadrati emas, masalan, tom bu yoqqa ketganda masalan 13 bo'lsa 13,5 bo'lishi mumkin bo'yiga qarab turib. Ularga hisoblanmaydi. Masalan, arkada qiladigan bo'lsak, 13 metr joyga 15 metr bo'ladi masalan. 15 metr, 16 metr arkada chiqadi. Arkan 16 metrga olinmaydi. Shunda zdaniyani, binoni eniga, bo'yiga hisoblanib turib, shuni kvadrati olinadi. Shu kvadratga qarab kelishiladi. Xudo xolasa. Xo'p, aka aytdik, xo'p, ustunsiz haqiqatan 25 metrgacha qilib beraverasiz. Qilib beramiz, xudo xolasa. O'rtada ijtimoiyda. Biz ustun qilyapmiz. Xo'p, aka, eng asosiy savollardan, legendarniy savol deydi. Loy bossa, lo'mboz bossa ijtimoiydami aka? Aka, xudo xolasa, loy bosayotgan joylari ham ko'ryapmiz, hammasini o'zimiz qildiryapmiz. Loyni biz bosib bermaymiz, lekin loyni bosishga biz javob beryapmiz. Bosyapti, ko'taryapti, xudo xolasa. Hozir bu zdaniya ham sex dedingiz aka? Bu sex bo'lyapti, ishlab chiqarish. Hozir o'rtaga mana ustun qo'yibsiz. O'rtaga mana ichki sarrob bo'ldi bu. Ichki sarrob bo'ldi. Buni endi haligi bo'lmasa shunda o'zi ham ko'taradi. Biz uy egasi sal nozikroqmi degan nimaga o'rtasiga ichki sarrob tortib berdik. Shunga endi lombos qiladi-da, lombosni keyin tepasiga tunika bosamiz. Promlastin, tunikasigacha qo'yib beramiz. Tunikasini ham o'zimiz olib beramiz. Xo'p, aka, misol uchun men sizga ish jarayoni ishingiz bitdi. Misol uchun shu joyda aytaylik, hozir tunikaga qilib beryapsiz. Menga shiperga qilib bersam, qanaqadir oldinroq aytib berish kerakmi yo bitgandan keyin? Mabodo tepasiga men tunikaga sharoitim ta'minroq deydigan bo'lsa, shiper bosaman deydigan bo'lsa, shiperga biz qo'yayotgan rekalarimizni razmeri o'zgaradi xolos. Mana oddiy, uni oldinroq aytish kerak. Shiper qo'yaman desa, razmeri sal o'zgaradi. Nimaga siz bitta shiperga 3 qator reka tortiladi-da, eski holatlarda ham. To'g'ri. Tunikaga promlastilga har 60 santimetrga reka tortib beramiz. Promlastil. Reka shiperimiz baquvvat bo'lgani uchun unga 3 qator reka tortiladi. Shunga qarab oldindan masalan men shiper yopaman deydigan bo'lsa, shiperga qarab reka tortamiz. Promlastil yopaman desa, promlastilga qarab rekani tortamiz. Eng qalin nima qisqa masofasi 60 santimetrni tortamiz. 1 metrdan ya'ni. 1 metrdan. Yo'q, bir ashi 60 santimetrni tortib boramiz nima rekani. Ketaveradi. Shunga qarab ketaveradi. Yaxshisidan bo'laveradi. Demak, do'stlar, noto'g'ri tushuncha olib qolmasiz, ko'pchilik yozadi. Ya'ni men bitirib oldim,
shipr tomini qilib beramiz deyishdi, lekin bitgandan keyin qilib bermaymiz. Ya'ni biz unga mo'ljallanmadi. Shunaqa tushunmovchilik bo'lib qolyapti. O'shuning uchun iloji bo'lsa do'stlar, uylarga yoki katta zanek, kattaroq tashkilotga qilmoqchi bo'lsalar, oldin tunuka yopasizlarmi yoki shipr yopasizlarmi? Bir qator usta bilan maslahatlashinglar. Keyin eng asosiysi, ko'pchilik beradi. Mani joyimni orasini 2 metrdan yoki 1,5 metrdan oshirib yuboringlar deyshadi. Keyin tushib ketdi turib jalba qilishadi. Eng asosiysi usta bilan maslahatlashsanglar, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. To'g'ri. Qishtalik qor bosib, o'shaqa narsalar o'shanda kuzatilmaydi. Endi masalan 150 mingdan deb turib kvadratni aytib turib, masalan mana har bitta firmani orasini 1,5 metrdan qo'yib yuborsa ham bo'ladi, masalanda endi. Uni ertaga masalan bu tayyor odam ishlaydi, inson yuradi. Buni javob berishi bor. Shunga qarab masalan 200 ming, 250 mingga aylanib ketar kvadrati deb o'zlaricha hisob-kitob qilinadi-da, unda qilinganda imkon qadar shuni qanroq qo'yishga harakat qilamiz. Nimaga? Buni qanroq qo'ysak, ertaga aytayapman-ku, bundan keyin bizdan keyin bu narsa bir fojia bo'lmasin, bo'ladigan bo'lsa, bu hammaga zarar. To'g'ri. Biz buni endi xudo xolisa bir umr shu ishlar shug'ullanyapmiz. Bir umr. Biz mana biz akalarimiz shug'ullangan, biz shug'ullanyapmiz. Bizdan keyin xudo xolis bolalarimiz ham shu bilan shug'ullanadigan bo'lsa, elga chiroyli nima deydi, anaqa qilib berish kerak endi buni. Zo'r qilib, chiroyli sifatli qilib ko'rsatish kerak, yetkazib berish kerak. Xo'p, Iqbol aka, bularni ayting. Batta hozir bittalik ekan, men bir xilgi joylar ko'rdimki, ya'ni ikkita yonma-yon zich qilib yopishtirish bor. Keyin tagi shotiligi bor. Tagi shotiligi bor. Ular nima farqi bor bundan? Pulida ham nimasida ham farqi? Pulida farqi bor. Buni mana shu kengligiga qarash 20 metr, 10 mana eng uzuni mana 13 metr, 15 metrgacha mana shu tagi bittalik bo'ladi. Undan uzunlashib 15 metr, 16, 25 metrgacha qolgani ikkitalik bo'ladi. Shotilik deb aytamiz uni. Shotilik ashini bez ustun bo'lgani uchun tagini qo'shsaroq qilamizda, qo'sh xori qilib. Ya'ni o'rtasi ya'ni qorin qo'yib yormaydi o'shanda. Firma tashlab olmasin, o'zini o'zi ko'tarish uchun tagidan shotilik qilib, shotilik firma deyiladi. Uni aytiladi uy egasiga, sizni joyingiz mana 22 metrmi? Masalan, u bizni chaqirib 150 mingdan degan kvadratini, meniki mana 22 metrlik joy deydigan bo'lsa, biz aytamizda senikiga ham yakkali firma bo'lmaydi. Seniki qo'sh firma bo'ladi. Seniki 150 mingdan emas, 200 mingdan bo'ladi, aytiladi u odamga. Xo'p, aka, eng arzoni Iqbol aka 150 ming so'mdan boshlab 250 ming so'mga. Shunaqa dedingiz. Xo'p, bu narxlarning ichida nima kiradi aka? Aka, shu biz aytayotgan masalan 1 kvadrat narx ichida firmani tikalab, regasini tortib, svarka apparati, bolgarka tosh, elektrod, hammasi nima kerakligini hammasini o'zimiz olib boramiz. Tikalab, tosh shiprini yopib berguncha, tunkasini yopib berguncha ash pulga qadaladi. O'sh pulga qadaladi. Xo'p. Faqat uyda egasi bizga profnastil ketsa profnastil, shipr kelsa shipr beradi. Alohida. Yo'q, shipr profnastilni o'zlaring olib qilinglar desa, deydigan bo'lsa, unisi 300 mingdan bo'ladi. 1 kvadrati. Xo'p, shipr bilan profnastil yopib berish ichidami yoki kvadratiga qo'shiladi ham uni 10-15 mingga ham? Yo'q, ashi 250 mingda, 150 mingda, 250 ming ichida. Ichida qilib berasiz. Ichida qilib beramiz. Dogovorga qarab qilib beramiz. Bu narxlar O'zbekiston bo'yichami yo'q, faqat vodiy ichimi aka? Yo'q, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston qaysi hududidan telefon qilishsa, xudo xolasa, borib xizmatini qilib kelyapmiz. Mana Samarqand, Qashqadaryo, Kitob, Surxondaryo va Navoiy, Xorazmlargacha borib qilib kelyapmiz hozir mana shu ishlarni. Zo'r gap. Xo'p, aka, buni ayting, Iqbol aka, oldindan qancha to'lov qilish kerak sizlarga? Biz borib, agar uyda egasi bilan kelishib qoladigan bo'lsak, bizga oldindan ma'lum miqdorda o'zimiz haligi nima deydi, ish boshlashga ma'lum miqdorda baribir insonga kafolati bo'ladi-ku, daveriya bo'lish uchun masalan oldindan ozroq pul bersa, keyin temir mahsulotlarimiz ustalarimizdan borgandan keyin bizga hech bo'lmasa oldindan 50% pulini berish kerak. Chunki materiallarni hammasini naqd pulga olamiz-da. Bu o'zimizni yana kelishgan holda bo'laveradi. Xolasa pritseniya orqali qilsa ham bo'laveradi bizga pulini. Pul o'tish yo'li bilan qilaveramiz bu narsani. Faqat naqd pulga emas. Xo'p, eng asosiysi buni taxta tom ham o'ziga yarasha, bu taxta tomini yomonlash bu. Bu konteyner tom ham o'ziga yarasha bo'ladi. Konteyner mahsuloti aytganimizda, ya'ni suvga chidamli bo'ladi. Konteyner o'zi bilasizlar, dengizda shuni hisobiga. Yana bitta savol bor. Taxta tomida birozgina vaqt ko'proq ketadi. Bu tomimiz tez bitadi. Hozir mana shu joyimiz necha kunda tayyor qiladi shu holatga kelguncha? Shu hozir xudo xolasa boshlaganimizga 15 kunda oshdi, 16-17 kun bo'lib qoldi. Ancha-muncha yomg'ir yoqqani uchun sal cho'zilib qoldi. Bo'lmasa 15 kunda bitiladi shu narsa. Ya'ni yomg'irga, havoga ham qarab. Ob-havoga qarab, kunlik qisqaligiga. 15 kun shu yerda ishlanadimi? 15 kun shu yerda ishladik. Shu yerda qolib ishlar. Vaqt tomonlama ekan ham qiladi. Imkon qadar bizni nimamizdan olisda bo'lsa, qaysi hududlarga boradigan bo'lsak,
bizga joy qilib berish kerak. Chiroqlar agar yo kelishlarimiz desa, uyda tayyorlab olib keling desa, uyda tayyorlab olib boramiz bu firmalarda. Yo shu o'zimiz joyimizda chiroq taxlab berilsa, o'zimiz joyda taxlab beramiz. Bizga joylar chiroq qilib bersa, o'sha yerda yotib shu xizmatni tugatib kelamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'stlar, menimcha Iqbol aka hamma yo'lda aytdi. Siz o'ylagan savolni yoki javobni bermagan bo'lsa, pastda Iqbol akaning nomerlarini qoldirib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng asosiysi shunaqa foydali videoda o'tkazmaslik uchun foyda o'ziga obuna bo'lsalar, to'liq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar Iqbol aka. E'tibor uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'ling.